Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizga deydilar ki Allah subhanahu ve taala insonni yaratishdan ilgari hammamizni ruhimizni o'zini huzuriga olib kelib savol so'ragan. Alastu bi robbikum deb Qur'onda mana shu voqeani Alloh yodlagan. Alastu bi robbikum deb Alloh savol qilganki, men seni Robbing emasmanmi deb har bittamizdan bittadan so'rab chiqqan ekan. Hammamiz Allohni birligini tanib, Allohni Robligini, uni ilohligini tanib shahodat bergan ekanmiz. Ruh holatimizda. Bala shahidna deb shahodat berganmiz. Keyin ulamolarimiz deyshadiki, Alloh subhanahu va taolo keyin dunyoyu, koinotu, osmonu yerni yaratishni boshladi. Va bu yaratish shunaqa bir ajoyib narsa bo'lganki, o'sha arvohlarki Allohga tavajjuh qilib turgan holatda birdaniga qarab dunyoga o'girib qolishgan. Tavajjuhlari Allohdan uzilib dunyoga qarashgan. Bu nima ekan deb. Shu arvohlar qarasangiz, dunyoga ba'zilari kirib ketgan. G'arq bo'lgan. Pulda orqasidan, davlatda orqasidan, shuhratda orqasidan har narsa bo'lsa, o'shani qidirib, shuni orqasidan yurib dunyoga kirib ketgan u Allohni borligini sezmay qolgan. Va ba'zilari dunyoga kirib ketdi-yu, Alloh subhanahu va taolani borligini sezib qaytib kelgan. Ularni tavvabun deyshadi. Tavba qilib, qaytib Allohga tavajjuhini almashtirib olib kelgan. Va ba'zilar deyshadiki, Allohdan hech qachon tavajjuhini uzmagan. U payg'ambarlar bo'lgan, u avliyolar bo'lgan, u siddiqlar bo'lgan ki Alloh subhanahu va taolaning hozirligini doim sezib turishgan. Dunyoda bo'lsa ham sezgan. Har holatda, ishda bo'lsa ham, o'qishda bo'lsa ham, har holatda Alloh subhanahu va taolo ro'paramda bor deb doim yuragida shu tuyg'uni sezib turgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda deydi: "Aynama tawallu fathamma wajhulloh." Har tomonga yuzingizni o'girsangiz, Alloh subhanahu va taolo sizni ro'parangizda turibdi. Endi bu haqiqat ruhoniy haqiqat. Bu moddiy haqiqat emas. Hazrat Musa alayhissalom qorong'ida yurganlarida ayollari bilan yo'lda yo'qotib qo'yib, uzoqdan bir olovni ko'rganlar, bir yorug'lik. Ayollariga dedilar: "Umkusu inni anastu nara." Shu yerda kutib turinglar. Men o'sha yerda o't ko'rdim. Imkoni borki sizlarga yorug'lik olib kelsam yoki hidoyat topib kelsam deb o'sha ayollarini o'sha yerda qo'yib borsalar, Alloh subhanahu va taolo nido qilgan. O Musa, innaka bil vadil muqaddasi tuwasin, juda muqaddas joyga yetib kelding, oyog'ingdagi nimani yechgin deb Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga amr qiladi. Bunda ulamolarimiz deyshadiki, Allohning huzuriga odam har holatda kirib bora olmaydi. Allohning huzuriga kirib borishda o'zidan adabi bor, o'zidan axloqi bor. Hatto Musa alayhisalom payg'ambar bo'lib turganlari bilan Alloh subhanahu va taolo deydi: oyog'ingdagini yech, oyoq yalang kirib kelgin. Musa alayhisalom oyoq yalang kirib borganlaridan keyin o'sha yerda bitta daraxt yonib yotibdi. Yongan sari undan nur sochilyapti. Va olov narsani yo'qotib yuboradi-yu, ammo bu daraxt borgan sari hayoti ko'payib ketyapti. Barglari yashillanib ketyapti. Musa alayhisalom hayratda qolib shu joyda turib qarasalar, Alloh subhanahu va taolo o'zini kimligini kim Musa alayhisalomga gapirib, Musa alayhisalom oddiy odam, dehqondan cho'pon bo'lgan odamni birdaniga Musa kalimullohga o'zgartiradi. Innani analloh la ilaha illa ana. O Musa, men Allohman, mendan boshqa iloh yo'q. Aqimus solata lizikri. Meni zikrim uchun namozni iqomat qilgan. Alloh subhanahu va taolo amr berib, keyin xabar beradiki, muloqot kuni kelyapti. Muloqot soat kelyapti. Qiyomat kuni kelyapti. Men shunday bekitib qo'yganman, ammo juda yaqin deb Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisalomga shu kalomni beradi. Endi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam dedilarki, har bir inson, har bir ruh Alloh subhanahu va taolo bilan kelayotgan muloqot kuni yozilgan. Robbingiz yonida turasiz va Robbingiz bilan muloqotga kirib, Robbingiz bilan gaplashasiz, siz bilan suhbatlashadi. Xuddi Musa kalimulloh dunyoda gaplashganda Alloh subhanahu va taolo sizdan so'raydi: "Bandam, mendan rozimisan? Senga hayot berdim, senga unaqa berdim, unaqa berdim. Nima qilding? Nima ishlar qilding? Qani aytib berginchi?" deb keyin Alloh subhanahu va taolo sizning yuragingizdagi bor gaplarni qidirib topar ekan.
Keyin har bir ruh dedi ulamolarimiz, agar shu adabni o'rgangan bo'lsa, bu adabni tarbiyasi qayerda? Namozni ichida. Qiyomat kunida 50 ming yil odamlar turadi, bizga oson bo'lar ekan. Nima uchunki biz namozda turganmiz, Alloh subhanahu va taolo oson qilib qo'yadi. Keyin sajda qilish, ruku qilish hammasi Allohning huzurida bor adab va axloqlardan ekan. Va qiyomat kunida har kim bu ishni qila olmaydi. Faqat Alloh izn bergan bandalari qilar ekan. O'shaning uchun dedilar, biz hozirgi namoz o'qiymiz, nima qilamiz, hammasi bizni tayyorlash uchun. Mana endi men Rabbimga qarab ketyapman. Ibrohim alayhisalom dedilar, inni zahibun ila robbi sayahdin. Men Rabbimga qaytib ketyapman. O'zi yo'l ko'rsatadi. Biz ham hammamiz Rabbimizga qaytib ketyapmiz. Va Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga yo'lni, tarbiyasini, adabini hammasini o'zi o'rgatadi. O'sha kundaki Alloh subhanahu va taolo sizga aytsa, bandam, men Robbimman, innani analloh la ilaha illa ana deb o'zini zohir qilib, o'zini zotini, o'zini jamolini, o'zini jalolini sizga ko'rsatganda, o'sha kunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dedilarki, sizlar Allohni aniq ko'ra olasizlar deganlar. Sahobalar hayron qolishgan. Ya Rasululloh, qanday biz Allohni ko'ra olamiz deganda, aytganlarki, quyosh ochiq kunda ko'ra olmaysizlarmi? Ko'ra olamiz deyishgan. Oyni butun oy bo'lganda, yorug' kechasida ko'ra olmaysizlarmi desa, ko'ra olamiz deganlar. Undan ham ko'ra aniqroq Robbingizni ko'rasiz degan. Alloh subhanahu va taolo keyin bizga tashviq qilib Qur'onda deydi: "Faman kana yarju liqa'a robbih", har kim shu muloqotni istasa Robbi bilan, falyamal amalan solih. Yaxshi amallarga bardavom harakat qilib yuringlar. Va la yushrik bi ibadati robbih ahada. Va Allohning ibodati bilan hech narsaga shirk olib kelmanglar. Bu shirk ajoyib so'z, shu bilan tugatamiz inshaalloh. Ba'zi ulamolarimiz deydiki, shirkning zohiri bor va botini bor. Zohiri biron narsa Allohdan tashqariga ibodat qilish shirk bo'ladi. Ammo botini Allohni o'zidan boshqa narsa uchun ibodat qilsangiz ham shirk bo'lar ekan. Ba'zilar Allohdan narsa istab ibodat qiladi. Ba'zilar Allohdan xalqini, maxluqlarni istab ibodat qiladi. Jannatni istab ibodat qiladi. Do'zaxdan nijot topish uchun ibodat qiladi. Bu hammasi kechiraydigan shirklardan ekan. Ammo eng yuqori daraja o'shaki, Alloh uchun ibodat qilish. O'sha bizdan bir ikki so'z inshaalloh Alloh o'zi dargosida qabul qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Anything you want to say in English? Allah bless you.